Hammaga salom do'stlar, men otim Kambodiya yangi joyga xush kelibsizlar do'stlar. Mana qaranglar, o'zaro lekin video g'alati boshlayapti vertolyotdaman. Chunki men hozir bitta zo'r joyga uchyapman do'stlar. Juda ham qiziq joyga. Sizlarga bugun o'shani ko'rsam, mana qaranglar, orqamdan ko'rinib turibdi, uyi kattaligini. O'shani hozir sizlarga ko'rsaman. Xullas, bugun men gigantskiy qishloqqa ketyapman, qishloqlarni ko'rib chiqamiz, nimalar borligini, qanchalik kattaligini. O'sha kelyapman. Deyishadi, lekin u qishloq oppa mana qaranglar kattaligini, rostdan ham gigantlarga qishloq turibdi. Vertolyotdagi odam orqaga qayt, otib tashlayman hozir. Yo'q, qishloqni otmay mana. Men prosta qishloqni ko'rishga vertolyot qo'yib qo'yamiz. Obbo, qirg'ishni ish qilib mana. Davay. Men qishloqlar, men kelyapman prosta bu qishloqni ko'rishga. Senga mumkinmas, namancha kichkinasan, faqat gigantlarga kirish mumkin. Iltimos, men ham kiray, ne mumkin emas. Iltimos bitta ko'rib chiqing, video olib chiqing obunachilarimga. Yo'q, mumkin emas. Chiqgin, hozir bosib tashlaymiz seni. Iltimos, qishloqlar obuna mumkin emas menga, men ham odamman-ku. Ko'rmoqchiman bu qishloqni, gigant qishlog'ini. Obbo, nima qilsam bo'ladi bo'lmasam do'stlar, meni kirg'ishmayapti gigant. Nima qilaman? Gigant qishloqqa meni kirg'ishmayapti. Nimadir o'ylab topish kerak. Faqat gigantlarni kirg'izamiz deyapti. Lekin men gigant emasman, lekin menda bitta g'oya bor. Balkim men qishloqqa bo'lsam, meni kirg'ishligi mumkin. O'shaning uchun hozir agar bilsanglar, meni kanalimda ko'p videolar bor. Men kimdir qanaqadir qishloqqa kirganman. O'shaning uchun men qishloqlar bo'lib, qishloqqa kelaman. Mana do'stlar, men qishloqqa bo'ldim, lekin men gigant emasman, ularga o'xshab katta emasman. Mayli, qishloqqa bo'ldim, zato o'sha keng kerakligi, mayli kiramiz davay. Men kirishar balkim. Hoppa, nimadir o'ylab toparman, yana nimadir. Qishloqlar, obbo, uchib ketdim. Qishloqlar, men ham qishloqiman, prosta kichkina bo'lib qoldim. Men ham sizlarga o'xshab katta qishloq edim. Nimaga sen buncha kichkinasan? Men prosta shunaqa kichkina bo'lib qoldim. Qishloqlar o'z katta edim, sizlarga o'xshab men ham gigant edim. Shunaqa gigantligimni yo'qotib qo'ydim. Nima qilsam bo'ladi bilmayapman. Mana talisman bor, talismandan katta bo'l, talisman o'stiradigan bo'yi. Talisman berib qolamiz qishloq menga, men ham katta bo'laysiz sizlarga o'xshab. Prosta tak berayman. U men uchun juda qimmat va kerakli narsa. Men ramashka gullarni yaxshi ko'raman. Menga ramashka gullarni olib kelsang, senga berishim mumkin. Bo'ldi, hozir qishloqlar oppa, ana ramashka ko'raman. Yaxshi, meni kirg'ishi mumkin ekan do'stlar, men ularga ramashka olishim kerak ekan, menga qarab turibdi. Nimaga unga ramashka yo'qotib bilgan. Men tushundim, u yerdan ramashka ololmaydi, slishkim gigant, вообще gigant bo'lib yotibdi. Endi men ham gigant bo'laman do'stlar. Xullas, bugungi video men gigant bo'lib, gigantskiy qishloqqa kiraman. Oxirigacha ko'rsanglar zo'r bo'ladi. Mana ramashkalar oldim. Senga qanaqa beraman endi? Men ol qishloqim. Bo'ldi, mana senga bo'y o'stiradigan talisman. Bo'ldi, rahmat qishloqqa. Qanaqa qilib buni qiladi lekin? Nima qilish kerak? Oppa do'stlar, mana katta bo'ldimi? Gigant bo'ldim. Ana bo'ldi, xush kelibsan gigantlarni qishlog'iga. Voy, kichkina bo'lib qoldim, tezroq katta bo'lish kerak. Bu yaxshi, lekin men qorasi kichkina qilar ekan, men ko'kni katta qilar ekan. Bo'pti qishloqlar, rahmat kiraverayman, ekanman. Do'stlar, mana kirib oldim. Gigantlarni qishlog'iga gigant bo'lib, yaxshi qora narsa bor ekan, keyin qaytarib berishim kerak talismanni. Kichkina ham bo'laman, qishloq qochib turman ham, gigantman endi. Qishloqlar. Opam gigantskiy kiramiz. Voy, pechka versak, pechka nima bor? Voy, mamon qoldi, rostdan ham gigantskiy ular. Oppa, men ko'znitsa, xuddi mendek, lekin 100 barobar katta. Nima bu? Tarakanmi, chumolimi? Qani kichkina bo'lib ko'ringlar-chi buni, tushunmadim, nima bu? Tarakan yuribdi bu yerda.
Man qaranglar bo'yimdek ekan bu. Mana qaranglar, вообще katta ko'rinyapti. Agar kichkina bo'lsam, mayli gigant bo'laman ham. Yaxshi fakel bitta emas ham ko'p. Mana bu yerda lava, mana bu yerda lava mani uyimdagi. Lekin menga yoqyapti hozirchalik bu gigantskiy qishloq. Mana shu yashagim kelyapti даже mana. Namchi ko'p daraxtlar, mana bu yerda bog'lar bor ekan. Dehqonman, agar bilsanglar, bog'larni sug'oraman, mana shunaqa narsalar olaman, sabzilar o'stiraman, olaman, kartoshkali, bug'doyli. Lekin mana bu yerda nima bor ekan? Faqat kichkina kirish bor buni. Mayli, hech kim ko'rmayotgani kichkina bog'larga kiraman. Nima unaqa qilishgan? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xo'p, bu yerda ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda gigantskiy zinavar ekan, qanaqadir chumol turibdi. Endi tarakan bu yerda ham tepadan bor ekan, chiqib ko'ramiz bo'lmasa. Hoppa, nima parkur? Mayli, parkurdan o'taman. Nimaga o'zi kichkina qilishgan? Hoppa, namchi o'tib ketaman, sekinlashish kerak. Namchi o'zi nima bunaqa kichkina kirish qilib qo'yishgan? O'zi gigant bo'lishsa, to'g'ri o'ylayman, lekin kichkina bo'lishar ekan sandiq. Nima bu? Oyga nima qilishadi? Ular shunchalik gigantdan oyni tutishib olganmi? Mayli, bu yerda lava, tepaga ham chiqib ko'ramiz. Tepada nima bor ekan? Bu yerda ham sandiq ichida yer bor ekan. Yer bilan oy bor menda qo'limda do'stlar. Mayli, qo'yib qo'yamiz. Qani ko'raylik qanaqa ko'rinar ekan o'zi. Hech qachon ko'rmaganman. Do'stlar, mana hozir ko'ramiz nimaligini. Tushib ketaymikin? Tushib ketsam, lekin yomon bo'ladi. Gigant bo'lib tushsa bo'ladi, lekin mana gigant bo'ldim. Oy mana bu, oddiygina oy, qanaqadir toshlar tushunarsiz. Yer qanaqa ko'rinar ekan? Yer yaxshiroq endi qaranglar do'stlar. Har xil narsalar bor, chiroyli. Mana bu yerda suvlar bor, agar bilsanglar, ko'pi suv, yer sharni, yerlar ham bor. Davay sakrab ko'ramiz. Hoppa, lekin hozir kichkinagina bo'lib, oddiygina bo'lib sakraganimda yomon bo'lardi. Mana bu yerda quduq bor ekan, quduq ham basseyndan katta do'stlar. Men kichkina bo'lib, bemalol siz olayman dardi. Plyajda bo'lasam ham bo'ladi o'zim ham. Bu yerda nima bor ekan? Bu yerda ham parkur bor ekan do'stlar. Nimaga kichkinalik parkur qilingan? O'zlisi gigant bo'lishsa, tushunarsiz. Mayli, parkurdan o'tib ko'ramiz. Hoppa. Yiqilib tushdim, boshqadan o'tish kerak. O'tib ko'rmoqchiman nima borligini oxirida. Davay, tushunarsiz, lekin nimaga o'zligisi gigant bo'lib, kichkinagina narsa qilib qo'yishgan? Bitta blokka ular qo'l sig'sa kerak. Hoppa, sakraymiz. Sakralmadi. Mayli, process. Nima? Olmoslar bor ekan bu yerda. Har bittasida olmoslar bor ekan. Mazza, mayli gigant bo'lib olalayman. Men bunaqa qiynalyapman o'zimchalik. Mayli. Nima qilyapman? Olmoslar, har bitta pechkada olmoslar bor ekan. Yaxshi, menga yoqyapti bu hozirchalik bu. Nima bu iligak? Namuncha katta bu. Ilga nima qilyapti bu yerda? Namuncha bunaqa bo'lib ketyapti? Tiqilib qolganmanmi? Gigantligimdan mayli. Ko'rib chiqdik, bu ham parkurli uy ekan. Qanaqadir narsalar bor, sandiq. Sandiq ichida olmalar bor ekan. Olmasni ham izimutman, tushunarsiz, bilingan. Izimutdan olmas. Hoppa, menga effektlar berdi har xil. Endi men do'stlar gigantman ham, kuchliman ham, tez yuguroliyman ham. Yaxshi. Olmas normal ekan. Nima ekan bu? Bu ham effektlar berdi, oddiy. Yaxshi, mana bu yerda oddiygina kichkina, yana tushunarsiz. Qanaqa kichkina? Endi men kichkina bo'lsam bu katta. Agar gigant bo'lsam kichkina. O'zingizlar tushundinglar degan umiddaman. Bu ham oddiygina uy ekan. Bizning qishloqlarga o'xshab oddiygina uy ekan. Bo'ldi, bizga bunaqa uylar hozir qiziq emas, chunki bunaqa uylarni o'zi ko'rib chiqdik. Hech nima yo'q ichida. Bo'ldi.
Mametlidan bo'ldi, oddiy uylar ekan bu yerda. Mayli kichkina bo'lamiz, keyin chetga o'tib olamiz. Mana hozir qishloqqa ham talisman berishim kerak yoki bermaymikin? Yo, berishim kerak. Mayli. Bu yerda ham shu oddiygina uy, tushunarli. Lekin do'stlar, menga juda ham yoqib ketdi. Qaranglar, kichkina bo'lib, mana olsam qanaqadir menga poli kattagina narsalar ko'rinyapti. Kattagina ko'rinyapti, bog' ko'rinyapti. Hamma qisam kichkinagina, prosta bitta o'sha 3 ta sabzi yig'ib qo'ydim. Mana bu yerda kartoshkalar, sabzilar, bug'doylar. Namancha oson gigant bo'lib ishlash, gigantskiy qishloqda. Bo'ldi do'stlar, bugunga yetadi degan umiddaman. Sizlarga ham yoqdimi? Lekin menga mana shu gigantskiy qishloq juda ham yoqib ketdi. Men shu yerda yashaganman kelyapti. Sizlarga ham yoqib ketdimi? Agar yoqgan bo'lsa, like bosinglar. Yana qachon keling, kommentariyada yozib qo'yinglar. Agar ko'p like yig'sanglar, ko'p obuna bossanglar, men yana bir bor mana shu qishloqqa kelaman, gigant qishloqqa. Gigant bo'lib, chunki menda hozir talismanlar bor. Yaxshi. Endi gigant bo'lib sekin bu yerdan surish kerak. Mayli, yana kelaman, talisman berishim shart emas. San yer alamoqda. Bo'pti do'stlar, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hamma har hisobilinglar. Oxirigacha ko'rganicha rahmat.